Sizning yer uchastkangiz bo'lib, unga bino qurmoqchisiz. Buning uchun hujjatlarni qanday rasmiylashtirasiz? Yer uchastkasiga kadastr pasporti rasmiylashtirilib, unga bo'lgan huquq davlat ro'yxatidan o'tkazish lozim. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-apreldagi 200-sonli qarori bilan tasdiqlangan ma'muriy reglamentlarga asosan quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Bino va inshootlarni qurishni loyihalashtirishga ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. Qurilishi belgilangan bino va inshootlarning loyihasi ishlab chiqiladi va kelishiladi. Qurilish ishlari amalga oshirilgandan so'ng ko'chmas mulk obyektini foydalanishga qabul qilish ruxsatnomasi rasmiylashtiriladi. O'zbekiston Respublikasining ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risidagi qonuniga hamda Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 2-sentyabrdagi 535-sonli qarori bilan tasdiqlangan ma'muriy reglamentlarga asosan ko'chmas mulk obyektini kadastr pasporti rasmiylashtiriladi va unga bo'lgan huquqlar davlat